O'zbekistonda go'zal bahor oxiriga yetmoqda. Saudiyada esa Saudiyaga sayohatlarimiz yakunlanmoqda. Sizlarni so'nggi reyslarga taklif qilamiz. Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar 14-aprelda Toshkentning o'zidan O'zbekiston havo yo'llarida to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimizga taklif qilamiz. 4 yulduzli Chinam mehmonxonalarimiz, 3 mahal o'zbek milliy taomlar, Saudiya Arabistoni uchun ajoyib sayohat. Hoziroq qo'ng'iroq. Boshqa telefon qilishgan, zamin qilishgan, 50 bosh qizil bosganmi? Ular nima qilishgan? Tog'dan oshib o'tamiz degan. Qaranglar, bu yerda mashhurligini men tushunmayapman, nima shunasiga. Bular bir uzoqroqqa tog'ning nariyog'iga o'tkazib qo'ygan bir Hofizilla degan odamnikiga. Shu yerda bular 10 kishi qo'y olgan, qurbonlik qilamiz deb 10 ta qo'yni olib, keyin yillik boshga boravermagan, kechikkan. Bular Arafa tog'iga borishimiz kerak, biz katta amal uchun qolganmiz deb shoshilib tog'dan oshgan. Ular tog'dan o'tishgan. Tushib, hali ikkita tog' qolib ketgan. Na suv bor, na ovqati bor yeganlar. Ihrom o'zi faqat 9 kishi tog'ga turmishgan bo'lgan, shundan 7 tog' yenib kelgan, 2 qolib ketgan. Adashib qolgan tog'da, kechikkan, suvsiz, issiq bo'lgan shu kuni kunduzi. Assalomu alaykum, meni ko'rib turgan hurmatli aziz obunachilar. Videomizni keyinroq tarqatilishi uchun bittadan like bosinglar. Sizning foydangiz mana shu insonga tegishi mumkin. Ya'ni bittadan like bossangiz, mana shu videomiz keyinroq tarqatiladi. Bu pul talab qilmaydi. Like bossangiz pulingizga ketmaydi, xavotir olmang. Hurmatli meni ko'rib turgan meni obunachilarim, bizni bu yo'nalishda men o'zim hech qachon olib bormaganman. Meni yo'nalishim faqat yaxshilik sari, men siyosatga ham boshqa narsaga aralashmayman. Bizniki faqat yaxshilik sari, qiynalgan insonlarga yordam berish, shunaqa sohada ishlayman. Xo'p, endi juda ko'pchilik so'rayotgandi, Abdumalik reyslaringiz faqat Farg'onadanmi? Farg'onadanmi? Yo'q, qaranglar. Farg'onaning reyslari уже to'xtatilyapti. 12-gacha joyimiz bor edi, to'lib bo'ldi. 14-aprel Toshkentdan reysimiz qo'yilgan. Toshkentdan Priyamo uchib boradi, Jiddan o'ziga 50 boshda 3 yulduzli mehmonxonasi. Mehmonxonamiz Gulnor Toyiba Madinada, uzoqligi 150 metr xolos. Shuni olsangiz payg'ambarimizni yashil gumbazlari, ya'ni qabrlarning tepasida yashil gumbaz ko'rinib turadi. Makkada bo'lsa, xudo xolasa, asil, uzoqligi 800 metr xolos. Shundan farq qilinglar. Keyin bizniki tayin, obratga biletimiz bor. Juda ko'pdan 850 dollarga ham bor ekan, 950 dollarga ham sotchi. Ularning farqi orqaga biletingiz bo'lmaydi. Ular arzonroq bilet kutib turishadi. Ya'ni o'sha avia nimalar bor, Telegramda nimalar, gruppalar bor. 800 dollarga 600 dollar gruppaga sotib yuboradi. Hozir 50 dollarga ham qaytish biletlarini sotishyapti. Ashnaqa bularga o'shaqa anaqa 2 kun cho'ziladi, 3 kun cho'zilib qoldi deb aytishadi, shunaqa. Bizniki tayin, bordi keldi biletingiz tayin. O'zbekiston havo yo'llari, ya'ni davlat o'zining samolyotida borib keladi. Xudo xolasa ziyoratga Madinada ham hamma ziyoratlar ichida 14-aprelga ulab qolinglar. Bo'lmasam, mana shu videomizni like bostiraymi? Bosmagan bo'lsa kutib turaman. Bosib oling, boshlamay turaman-da. Bossangiz, mana shu videomiz keyinroq tarqaydi. Bosgan bo'lsangiz boshladik. Bo'lmasa, bizni sohamiz o'zi bunaqa soha emas. Juda ko'pchilik mana shu Xo'sh tog'amizni topib berganimizdan keyin menga juda ko'pchilik iltimos qilyapti, biznikini ham topib bering. U Allohdan, men hech qanaqa bir sababchi odam bo'ldim. Qaranglar, Tojikistonlik bu insonlar 2 kishi yo'qolishgan. Ya'ni men doim aytaman sizga, davlat tomonidan katta hajga boringlar. Mana shunaqa mashaqqat bo'lmasligi uchun. Tayini bo'lmaydi, tayida bunaqa zamin bo'lmaydi. Ya'ni yaxshi odamlar gaplashmagan, bular уже davlat tomonidan borishmagan, zamin yo'q tayida. Bular Tojikistondan kelishgan hamda bular ko'pchilik kelishgan, 60-70 kishi kelishibdi, juda ko'pchilik kelishgan deyapti. Buni aka bo'lgan 50 bosh. Har joyga 10 ta qilib bo'lib chiqqan, mehmonxona ushalib olmasligi uchun. Chunki katta hajda katta red bo'ladi, o'zingiz ham bilasizlar. Bo'lganda hamda qaranglar. Bo'lib ziyoratlarni o'zlari qilib yurishgan, u qilishgan, bu qilishgan. Endi men 50 boshdan tanimayman ham, bilmayman ham, u qirg'izistonlik aka ekan, 50 boshdan aytayapti. Xullas, bular nima qilishgan? Arafa kuni, Arafa tog'iga bormasa katta haj bo'lmaydi-ku, o'zingiz ham bilasizlar. Arafa kuni Arafatga borib turish kerak. Qaranglar, nima qilishgan?
bular qo'y so'yish kerak bo'lib qolgan. Ya'ni bilmadim, endi men taxminim bo'yicha bular jiddidan Makka yurgan bo'lsa, oddiy stoshga yurishgan. Shu ehrom kiysa ushalib oladi. Oddiy stoshda borishgani uchun bilasizlar, miqotdan o'tsa qo'y vojib bo'lib qoladi. Bular nima qilishgan? Oddiy stoshda kelishganda Makkada ehrom baylashib, keyin bilmadim, keyin nima bo'lgan taqdirlari, xullas Arafa kuni qo'y so'yish kerak bo'lib qolgan. Ya'ni Arafa kuni qo'yni so'yamiz deyishgan. Bularning mehmonxonasi joylashgan joy tog'ning orasida bo'lganda, bular borishgan, taksida borishib, qo'yni toqqa olib chiqib so'yishgan ekan. Bular 9 kishi Arafat tog'iga kirish kerak bo'lgan. Nimaga desalaring, Arafat tog'i bilasizlar, haj bo'lmaydi. Agar Arafa kuni kirishib olmasa, bular uje 50 boshga telefon qilishgan, zayin qilishgan, 50 bosh qizilni bosganmi? Ular nima qilishgan? Tog'ni oshib o'tamiz deyishgan. Qaranglar, bu yerda mashkurina, men tushunmayapman nima narsaga. To'g'ri, atila keldilaring, iloji yo'q bo'lsa, yosh kattalarni qiynab nima qilasizlar? Endi nasib qilmabdi deb umralarni qilavermaysizlar bo'lmasa. Endi bular ham nima qilishgan? Tog'lar ham bo'pti deyishgan. Endi iloji yo'q degan bo'lsa, bu tog'ni o'tamiz deyishgan. O'tgan yili hajni bilasizlar, qanaqa issiq bo'lgan. Ular tog'dan o'tishgan. Tushib, hali ikkita tog' qolib ketgan. Na suv bor, na ovqati bor ekan ular. Ehrom o'zi faqat. Ular pastga tushganda ana ikkita tog'da qolib ketgan. Mashi narsa insoniyatda bir bilmayman, mashi narsani qilmaylar, mana shu davlat tomonidan boriladi. Mana shunaqa qiyinchilik bo'lmaydi-da, borsalar davlat tomonidan. Mana shunaqa sarsongarchilik bo'lmaydi, mana shunaqa yo'qolishlar, mana shunaqa narsalar bo'lmaydi. Nimaga? Ular tog'dan toqqa yurishdi-da, yosh katta odamlar tog'ma-tog' yurishdi-da. O'zlari o'ylaydi, Abdumali, nimaga sen aralashyapsan? Makka shahrida vafot etgan bo'lsa qo'yaver desalaring, meni aralashayotgan narsani aytyapman. Siyosatga hech narsa ham o'zi aralashmayman. Faqatgina bitta narsa bularda yo vafot etganmi, yo tirikmi, shu narsani bilib olsak bo'ldi. Meni oilasi ham agar vafot etgan bo'lsa, nimasini qilish, ehsonni qilib o'tkazishadi. Bular miyasi uch-uch aylanib yuribdi. Tirikmi, o'likmi, tirikmi, shunaqada yurishdi-da. Shunga men yordam qilay deyapman. Men bulardan 1 so'm pul olmayman. Men aytyapman, har video men xizmatim mutlaq bepul. Men iltimos qilayotgan narsam, mana shu o'g'illari, mana ko'rib turgan bo'lsa, qizimiz sizlar, o'g'illarimiz shu yo'qolib qolgan tog'alarda Makka shahriga qaytib boringlar. Boraslarda politsiyaga kirib, shunaqa mashlarni yozib, pasostaga yozib, sizlar u ishni qilgansizlar, bilaman. U aytyapsa, hamma ishni qildik biz deyapsizlar. Yana bir marta Makkaga borasizlar, endi bu safar qon topshirish kerak. DNK tomonidan topishda yo'lini qilishimiz kerak. Chunki o'tgan safarga Xo'sh tog'amiz DNK orqali topildi. Borib qon topshiringlar. Iltimos qilaman sizlardan. Qon topshiringlar. Qon topshirsalaring, shundagina agar mabodo mo'rtay bo'lmasa bir joyda yotgan bo'lsa, mana shu qon to'g'risizlar bormagan joylaring bo'lishi mumkin. Sizlar hamma joyga borib kelmagansizlar. Saudiya Arabistoni juda ham katta joy. Bu yerda sizlar 2-3 ta joyga borib bo'ldi, biz hamma morgga bordik demanglar. Hatto morg juda ham ko'p. Masalan, kimdir mabodo endi Alloh ko'rsatmasa vafot etishgan bo'lsa, buni qaysidir politsiya birorta odam topib olib, buni olib ketgan bo'lsa, u qayerga olib ketgan? Tushunyapsizlarmi? Ashi narsani hisobini olinglarda, iltimos qilaman sizlardan. Mana shu narsani hisobini olinglar. Borib qon topshiringlar. Qondan shu borsalar, keyin mana agar mabodo ularda morgdan qon olib to'g'ri kelib qolsa, men o'zlari sizlarga telefon qilish kerak. Shularsa politsiyaga nomerlarni berasizlar, o'sha politsiyaga telefon qilishadi, politsiya sizlarga telefon qilishadi. O'shuni qilinglar. Men sizlarga iltimos qilaman, uydagilar ko'rib turgan bo'lsa, mana shu yo'ldan qilib ko'ringlar. Oxirgi yo'li shu ekan. Bilyapman, sizlar 1 yildan mas qidiryapsizlar ekan. Mana shu oxirgi yo'lni qilib ko'ringlar. Shu yerda birorta insonga borib shunaqa topshirib, bir 10 kun yuringlar, 10 kun kutinglar. Alloh taolani o'zi qudrati bilan balkim topilib qolar. Sizlar ham o'sha yerda janozasini o'qiysizlar. Shu bilan o'zingizning ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Shuni iltimos qilaman men sizlardan. Ko'rib turgan insonlar, o'tgan yilgi katta hajda juda ko'pchilik vafot etdi. Shuning uchun davlat tomonidan bizni yangi ko'rib turganlar. Mana yaqinda katta haj boshlanadi. Shuning uchun bunaqali olib boraman, men unaqa boraman degan insonlarga ishonavermanglar. Iltimos qilaman, davlat tomonidan qilinglar. Nimaga desalaring, bularda juda ko'pchiligi javob bera olmay qoladi firmalar. Nimaga desalaring, masalan, sizlar yosh katta ota-onalarni jo'natasizlarda, yosh katta insonlarni jo'natib qiyinchiliklarga duch bo'ladi. Masalan, aka borganiga har xil vaziyat bo'ladi. Xotirasini yo'qotib qo'yish mumkin. U firma bejik beradi. Mabodo bejikni yechib olsa topish qiyin-da shu bilan. Shuning uchun davlat tomonidan borsalar yaxshiroq bo'ladi. Chunki ularda o'zini politsiyalari bo'ladi. Davlatda borsalar, masalan, kelishuv bor-da Saudiya bilan. Shunaqa yo'qolib qoldisa, ular yaxshiroq qidirishga harakat qilishadi.
Shunaqa iltimos qilaman. Shuning uchun davlat tomonidan boringlar katta hajlarga yaqin boshlanyapti. Keyin xudo xolasa o'zim ham bitta reysim bor. Xudo xolasa bizga katta haj emas albatta. Xo'p, 14-aprel hamda 16-aprel oxirgi reyslar. Shu bilan Saudiyaga, Arabistoniga borish yo'llari yopiladi. Oxirgi shu insonlar borib chiqib ketishib oladi. Toshkentdan uchadi bu reysimiz. Mani ko'rib turgan Vohadan, Tojikistondan, o'zimiz vodiydan ko'rib turgan odamlar bizning reyslarimiz ko'p Farg'onadan, Farg'onaning reyslari to'liq bo'ldi. Tushunyapsizlarmi? Unaqalik riskovatli reyslar haqida. Toshkentdan uchadigan reysimiz xudo xolasa shu O'zbekiston havo yo'llarini oldik. Biz hech qachon riskovatli reys olmaymiz. Biz o'z Toshkentdan olmasdik. Farg'ona reysi riskovat bo'layotganligi uchun 12 dan keyingi reyslari уже сразу Toshkentga o'tyapmiz. Nimaga? Toshkentda biz shartnomani qildik O'zbekiston havo yo'llari bilan. Xudo xolasa mana endi havo yo'llari bilan xudo xolasa mana shu oxirgi reyslarni uchirib olamiz. 14-kunga joyimiz bor. $1150 3 yulduzli mehmonxona, hamma joyi turibdi. Mashina ulug' polli 16 hamda 14-aprel oxirgi reyslar. Shuning bo'lib bekiladi. Mashq ko'rib turgan insonlar ham bor bo'lsalar yaxshi bo'ladi. Xullas, mana insonlarga duo qilaman. Bizni qo'limizdan, mana kommentariyadan hech kimning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Faqat Alloh taolodan bizni nimamiz bor? Bizni Alloh taologa qiladigan duoyimiz bor. Inshaalloh sizlarda hojonatsizlar, kimlarni ko'ryapsizlar, mana Xo'sh tog'amiz birata yosh bola kimdir duo qildiringlar mana shu insonlar haqqiga. Mana shu kommentariyani o'qishib, Alloh taolo xudo xolasa duolarni ijobat bo'lib, mana shu insonlarga bir yangilik qilib bersa, bo'ldi. Bizni tomonidan qilib beriladigan narsa shu xolos. Tushunyapsizlar? Bizning videolarimizni juda ko'pchilik ko'radi. Inshaalloh duo qilinglar. Duoda ish ko'p. Duo qilaveraylik. Mana shu insonlar haqqiga topilib olsin. Mana shu ikkita odam qattiq cho'lda yuribdimi, tirikmi, o'likmi, mana shuni bilaylik. Sizlardan iltimos qilaman. Juda ham qattiq iltimos qilaman. Bo'lmasa, mana opamiz videosini eshitamiz. Nima qo'ygan, hammasini bir boshdan eshitib chiqamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Bu meni otam bo'ladi. 70 kunlikka olib ketgan bo'lardi. Ilhom degan yillik boshi 100 kishini olib ketgan Tojikistondan. 10 kishidan har joyga gostinitsalarga qo'ygan bo'lgan. Bu umra safarini nimalarni o'tkazgan, ziyoratlarini hammasini qoidaviy. Kattajga keyin bular bir uzoqroqqa tog'ning nariyog'iga o'tkazib qo'ygan bir Hofizilla degan odamnikiga. Shu yerda bular 10 kishi qo'y olgan, qurbonlik qilamiz deb 10 ta qo'yni olib, keyin yillik boshiga boravermagan, kechikkan. Bular Arafa tog'iga borishimiz kerak, biz katta amal uchun qolganmiz deb shoshilib tog'dan oshgan bo'lgan. Ikkita bog' orqaroqda qolgan. Qolgani yenib kelgan. 9 kishi tog'ga turmishgan bo'lgan, shundan 7 yenib kelgan, 2 qolib ketgan. Adashib qolgan tog'da, kechikkan, suvsiz, issiq bo'lgan shu kuni kunduzi. Suvsizlikdan qiynalib qolganlar, yoshlari yenib tushgan, charchab bir xil hushidan ketibdi deydi. Bularni keyin MCS kelib qutqargan, olib ketgan ular qolganlarni. Bular qolib ketgan, ularga arabchalab tushuntirgan. 2 kishi haji qolib ketdi desa, biz vertolyotda o'zimiz izlaymiz deb bularni olib ketgan. Shu bilan biz vertolyotda izlaganmi, izlamagan uni bilmaymiz. Bir kun bular akamlardan jashirgan. Undan keyin akamlar xabar topib izidan odam qo'yib shu qolib ketgan tog'ni izladi. Topolmadi. Yo'q ekan. Shu bilan qayerga ketgan, nima bo'lgan, shu so'zi bedarak bo'lib ketdi. Akam bordi, morglarda izladi. Kasalxona hamma joyda izlab keldi, analarga berdi, fasallarga berdi, fasal ustiga. Topolmadi. Shunga yordam bersangiz. Qayerda qolgan, nima bo'lgan, tirikmi, o'likmi, hech kim bilmaydi. Kutyapmiz, izlayapmiz. Yo'q, yillik boshi bo'lsa qochib ketdi shu so'zi Qozog'istondan ekan. Shu bilan bedarakda kutyapmiz, mana endi xabar chiqar deb, yo'q. Shu namoz kuni bo'lgan, katta hayit kuni 16-iyun kuni shu bedarak bo'lib ketgan. Shu so'zi mana bedarak, hali ham yo'q. Belgi qilib qo'ygan shu 2 ta bova, shu 2 bo'lgan, shu 2 ham bedarakda.